Tracker'ning narxidan 7 million arzoniga Cherry Tiggo 7 Pro Luxury pozitsiyasi bo'ladi. Bu 7 Pro mashinamiz premium pozitsiyasi bo'ladi. Buni narxi 344 million 900 ming so'm. Agar siz naqd to'lovda oladigan bo'lsangiz 25 million chegirmasi bo'ladi yoki foizsiz rassrochkada o'zini tan narxini 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Tan narxidan bunda 60% to'lov qilsangiz 5 yilga bo'ladi. Ammo sizga aytib o'tgan Tracker'ning narxida arzoniga mashina bu Cherry Tiggo 7 Pro ni luxury pozitsiyasi bo'ladi. Bu mashinaning narxi siz naqd to'lovda oladigan bo'lsangiz 25 million arzoniga, ya'ni 274 million 900 ming so'mga kattagina panorama tom, polni saloniki koja bilan jihozlangan mashina xarid qilasiz. Bunaqa imkoniyat qo'ldan boy berma. Bu videoni Tracker mashinasini haydamoqchi bo'lgan akalarga yuborib qo'ysangiz foydali bo'ladi albatta. Videoga like bosib qo'yishingiz sizdan chiqmasa, so'ng avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa, avtosalonimizga kelib batafsil ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Namangan shahar Do'stlik bozor Promzonaning yo'lida joylashgan.